Parvozgilarni yuvishda adyolni qanday yuviladi deydiganlarga, adyolni maxsus kir mashinada yuviladi. Mana chiroyli. Bu ho'l holati hozir. Bundan olib mana sentrifuga bu siqadiganiga solinadi. Buni 90-95% quritib beradi adyolni. Bunga adyol solgandan keyin o'zini sersivalari bor, mana ishlatadigan maxsus kimyoviy shampunlari, dog' ketkazadigan xlori bor. Xullas adyolingizni dezinfeksiya qilib, chiroyli qilib yuvib beriladi. Adyolni 90% quritib olib chiqqandan keyin tashqariga maxsus joylarga ilinadi. Ilinganda shu 100% quriydi. Quriganda pardozlab, xushbo'y hidlarni sepib, chiroylab adyolga qarab, taklab turib, keyin maxsus o'zini salafonlari bor. Qopla tiktirganmiz bunga. Shunga chiroylab solamiz. Maxsus o'zini mana qoplari bor. Buni o'zimiz tayyorlatganmiz, tiktirganmiz. O'zimizni brendimizni tushirib, shunga chiroyli qilib beramiz. Bu shu mashinada olib borib chang bo'lib qolmasligiga, egasiga chiroyli yetib olishiga qilganmiz bu narsani. Chiroyli bo'ladi. Keyin ishimiz yoqsa, klientlarimiz va telefon nomerlarimiz bor. Shunga aloqaga chiqib, telefon qilishaveradi. Yo'qolib qolmasligi maqsadida ham yaxshi bo'ladi. Ham reklama, ham egasining adyoli chiroyli bo'lib boradi egasiga. Mana shunaqa qilib taxlab, chiroyli qilib yuvib bor ekan. Momiq bo'lib qolgan, zo'r bo'lib qolgan. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bizni Namangan shahar, Chortoq, Uychi, Yangiqo'rg'onda filiallarimiz bor. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Pastda raqamlarni qoldiramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Like bosishni unutmanglar. Bizga podpiska bo'lib qo'yinglar. Yo'qotib qo'ymaslik uchun podpiska bo'lib qo'yinglar.